Bugun 19-iyun kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji, islohotlar natijadorligi bilan yaqindan tanishish maqsadida Qashqadaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Tashrif doirasidagi tadbirlar haqida Qashqadaryoda bo'lib turgan hamkasbimiz Jahongir Olimov xabar qiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga tashrifi doirasida Yakkabog' tumaniga kelib, bu yerda barpo etilgan yangi O'zbekiston massivini borib ko'rdi. Aholi farovonligi va turmush madaniyatini oshirishga qaratilgan mazkur massiv ilg'or shaharsozlik yechimlari asosida qurilgan. Ko'p qavatli uy-joylar ko'rkamligi, tartibliligi va obodligi bilan tuman qiyofasini o'zgartirib yubordi. 18 gektar maydonni egallagan massivda 54 ta 5 qavatli uylar qurilib, 1400 ta xonadon aholiga taqdim etiladi. Inshootlar nafaqat zamonaviy arxitekturasi, balki aholi uchun yaratilgan infratuzilmaning qulayligi bilan ham ajralib turadi. Har bir uy zamonaviy kommunikatsiya tarmoqlari, atrofi esa bolalar maydonchalari va avtoturargohlar bilan ta'minlangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga tashrifi doirasida viloyatning Yakkabog' tumaniga keldi. Davlat rahbari ushbu tumandagi yangi O'zbekiston massivida aholi uchun yaratilgan sharoitlar va ushbu hududdagi eko-bozor faoliyati bilan tanishmoqda. Eko-bozorda mahalliy dehqonlar o'z mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga yetkazish imkoniga ega. Bu esa ham sifat, ham narx jihatidan odamlarga ma'qul bo'lmoqda. Bozor juda ma'qul. U dehqon bozoridan ko'ra bu bozor yaxshi. Sababi yozda salqin, qishda issiq, savdomiz ham yaxshi. Kechqurun savdo zo'r bo'ladi. Otingiz nima? Yasmina. Necha yoshdasiz? 3 yoshda. Hozir kim bilan ko'rishdingiz hozir? Baba bilan. Bobo sizni ko'tardimi? Qanaqa bu joy sizlarga? Yaxshi, zo'r, qulayliklar, sharoitlar zo'r. U dehqon bozor oldindan qilardi, hozir sharoit zo'r bu yerda. Salqin, hamma qulayliklar bor. Bozorda 640 ta ish o'rni yaratilgan. Davlatimiz rahbari ushbu eko-bozorda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi, sotuvchi va xaridorlar bilan muloqot qildi. Bundan 2 yil avval ham biz turgan ushbu majmua o'rnida bo'sh turgan, foydalanmayotgan quruq yer edi va qisqa fursatda mana shunday 3 qavatli eko-bozor qad rostladi va Yakkabog'da ilgari bunday majmua bo'lmagan va bu kabi xizmat ko'rsatish obyektlarining barpo bo'layotgani, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar aholi turmushining oshib borayotganiga chinakam bir misol bo'la oladi. Bu kabi majmualarni hattoki markaziy shaharlar, poytaxtning ayrim hududlarida ham uchratmaysiz. Yakkabog'da, chekka bir hududda, qishloq joyda mana shunday bir majmuaning qad rostlagani chindan ham quvonarli va yakkabog'liklar uchun xursandmiz. 17-yil 2000 dollar pulimiz ham yo'q edi. Bu fakt bu. Mana bugun biz boy bo'ldik. Hech kim qo'rqmayapti. Mulk daxlsizligi, prezident yonimizga shuncha bizga imtiyoz, shuncha imkoniyat berildi. Bunday davlatda yashashning o'zi sharaf, baxt o'zi. Bu tushungan tadbirkorlarga. Biz aytganmiz, 1 yilgacha biron so'm arenda puli kerak emas. Sababi shuki, o'rganishimiz kerak xalqimiz. Topganimiz xalqimiz bilan birga shu xalqdan topamiz, xalqqa beramiz. Shu yerda 640 ta ishchi ishlayapti. Qolgan korxonalarimizga 200 ga yaqin. Nasib o'ylab turibmanki, hozirgi menga olib boramiz bu yil. Yana yil prezident agar tashriflar bo'lsa, 1,5 ming qilamiz degan fikrimiz bor. Majmuada aholining dam olishi, bolalar va yoshlarning faol vaqt o'tkazishi uchun qulayliklar yaratilgan. Xususan saylgohlar, bolalar bog'chasi, sport maydonchalari, sog'lomlashtirish maskanlari hamda servis nuqtalari yagona konsepsiya asosida barpo qilingan. Mutasaddilarga shu konsepsiya asosida boshqa tuman markazlari va massivlarni ham rivojlantirish yuzasidan ko'rsatmalar berildi.